Tarixda bütün dünyaya hükümranlık kılgan 4 nafar padişah ötken. Ularning ikkisi musulmon, ikkisi kafir. Musulmon ikkisi Sulayman alayhissalom bilan İskender Zulqarnayn. Kafir ikkisi Nemrut bilan Bextinasar. Nemrut Nuh alayhissalomning avlodi bo'lib, miladiydan 2000 yil burun Iroqning Babil shahrida buyuk imperiya qurib, bütün dünyaya hükümranlık qiladi. Nemrutning padişahlığı 400 yil hukm surgan bo'lib, Fir'avnning padişahligidan necha hassa kuchlik. Nemrut bütün dünyadaki baylık ve yemekliklerini toplayıp elib kişilerge özüne ilah deb e'lon qiladi. Yemeklik taqtishdan burun men senin Rabbing ishinamsa deb so'rab ha degandan keyin beradi. İbrahim alayhissalom bu davrda bir butparast oilada dunyoga keladi. Uning dadasi Azer but yasab satadi. Atrofidagi kishilarning ba'zisi o'tqa chuqunsa, yana ba'zisi butqa chuqunadi. Yana ba'zisi Nemrutga chuqunadi. Kishilarning dadasi yasagan butlarga chuqunishi İbrahim alayhissalomning kallasidan faqat o'tmay dadasi bilan bir qancha qatim munozara elib boradi. Dadasining javobidan qanoat hosil qilolmagan İbrahim alayhissalom haqiqiy ilahni tepish uchun izlanishga boshlaydi. Kechida yulduzlarga qarab bu mening ilohim deb baqadi. Uchib ketsa bu mening ilohim emas ekan deydi. Oyga qaraydi, quyosh qaraydi, tafakkur qiladi. Oxiri oy, quyosh va Nemrutni yaratgan buyuk bir ilohning borligiga ishonadi va kishilarni yakka-yagona Allohga ibodat qilishga, butlarning va Nemrutlarning hech qanday foyda yoki ziyon yetkazolmaydiganligini tashviq qilishga boshlaydi. İbrahim alayhissalomning bu tashviqoti xalqi va podshohi Nemrutni qattiq g'azablantirdi va İbrahim alayhissalomni tutib akelib, g'oyat zo'r miqdorda o'tin to'plab o't yoqdi. Va o't kuyib eng yuqori pallaga chiqqan vaqtida İbrahim alayhissalomni manchanoqqa o'ltirg'izib, o'tning o'ttirisiga atadi. Alloh taolo bu vaqtda o'tga vahiy qilib, "Ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin" deb vahiy qiladi. İbrahim alayhissalom bu g'oyat zo'r o't ichida o't o'chguncha bir qancha kun qoladi. O't pasayganda ular İbrahim alayhissalomning namoz o'qiyotgan holatda hech qanday ziyon zahmatsiz turganligini ko'rib hayron qoladi. Ammo ularning ko'pinchisi va Namrud shuncha cho'ng mo'jizani ko'rib turibmi iymon etmay, İbrahim alayhissalomni akelib so'roq qilishga boshlaydi. Nemrut İbrahim alayhissalomdan "Sening Robbingning qanday alohidligi bor?" deb so'raydi. İbrahim alayhissalom "Mening Robbim hayotlik beradigan va vafot topqizadigan buyuk qudratli zot" deb javob beradi. Nemrut darg'azab bo'lib, turmidan 2 odamni keltirib, birini o'ltirib, yana birini qo'yib, "Men buni o'ltirdim va buningga hayotlik berdim. Degina, sening Robbing yana nima qila oladi?" deydi. İbrahim alayhissalom "Mening Robbim quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga patqizadi. Agar sen rost iloh bo'lsang, quyoshni mag'ribdan chiqarib mashriqqa patqizib boq" deydi. Nemrut ig'iz ocholmay İbrahim alayhissalomni qasrdan qo'g'lab chiqaradi. Alloh taolo Nemrut va uning qo'shiniga eng ojiz va eng kichik maxluqoti bo'lgan pasha va chivinlarni avatadi. Ko'pligidan osmonning ko'gili bo'lmaydigan Allohning bu qo'shinlari Nemrutning qo'shinlarining ko'z va quloqlariga kirib, ularni saron qilib o'ldirib o'tadi. Allah Taala bir pashini avatib Nemrutning burniga kirgizadi. Nemrut burniga urib, tomga usib, atrofidagilarni burniga urg'izib, uzun yil qiynalgandan keyin oxiri o'ladi. Allah Taala ilohlikni da'vo qilgan eng kuchli saltanatli podshohni eng ojiz, eng kichik maxluqoti bilan vayron qilib, o'zining qudratini namoyon qiladi. شوقا